Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Bu asarda kommunizm iskanjisining qurboniga aylangan Uyg'ur yoshining, shundaqla uning musulmon oilasining kechirmishlari aynan so'zlangan. Kommunizm niqobi ostida millat yoshlarining yangi ma'naviyat va madaniyat davosi bilan dinsizlik g'oyalarining singdirilishi, xalqning o'zligidan milliy va diniy e'tiqodidan ayirish jarayonlarini yorqin holatda ifodalab yozilgan bu kitob o'qirmanlarning yoqtirishiga erishishi tabiiy. Asarda bir oila a'zolari beshidan o'tkazgan tuhmat va qiyin qisloqlar misolida Xitoy kommunistlarining Uyg'ur millatiga elib borgan azob uqubatlari, dard alamlari tafsili bayon qilingan. Qiyin qisloq 16-qism. Keyin yandagi soqchiga buyurib, bu ikkisining putlariga eng ig'ir kishanni selanglar dedi. Ondan u ichki soqchi menga tahdid qilib, qara hamroyinga bir ozdan keyin navbat sanga keladi dedi. Keyin obletga qarab, uning onasini haqorat qil deb uningga vahshiylarcha vaqiradi. Turg'unning bizga qarab turg'unini biletdim. İntiqam hislarim tufayli hayotimdagi eng cho'ng xatoni qilib soldim. Men obletga qarab, bor kuchim bilan vaqiradim. Oblet, onamni haqorat qilavergin. Chunki onam dunyodagi eng ablah o'g'ilni tuqqan. U ayol haqorat qilinishga loyiq dedim. Eg'izimdan chiqayotgan so'zlarni quloqim anglamas edi. Ko'zlarimdan yoshlar to'kilgan holda, meni kechiring ona. Bu gaplarni o'zimni bosolmay deb soldim. İttikabi o'g'lingizdan intiqom olmoqchi edim deb o'zimga pichirlab yig'ladim. Avlodga yana vaqirdim. Chunki u rahimsiz soqchining bor kuchi bilan urushida qamchilanayotgan edi. Uningga tekkan har bir qamchining zarbasidan uning badanidan qon etilib chiqayotdi. Men uningga haqorat qilsangchi onamni, bo'lmasa terang suyulib yerga tushidi dedim. U bo'sh ovozda, yo'q, herkes unda qilmayman dedi. İttin nesillengen soqchi kulib turib, deydig'ining faqatli bu emas, qiladigining yana bor dedi-da, qo'lidagi so'mkadan Qur'onni elib yerga otdi. Ondan buning ustiga chiqib turib, diningga va komilning onasiga haqorat qilasan dedi. Oblet buni ko'rib nihoyat azoblanganligidan yerga dumulab turib yoqirdi. Yo'q, sening qamchang bilan o'lishga rozimanki, hargiz men unda qilmayman dedi. Buni anglagan ichki soqchi texim g'oljirlashib, obletni tepib urishga boshladi. Obletni tepib verib putut holda bo'lg'ay, arg'amchi bilan daraxtga esib qamchi bilan yana urdi. Obletning burnidan tushgan qon xuddi jo'makdan suv oqqan kabi eqayotgan bo'lib, butun badani qonga buyulib ketgan edi. U asta lavlarini bidirlatib, "Endi o'lib qolaman. Yetar. Bo'ldi, urmanglar" dedi. Ammo bu zolimlarga yetmasdi. Urayotgan qamchisi hech yetmasdi. Ular uni to'xtamay uraverdi. Bir ozdan keyin uning badani chinqilib jimmida turadi. Tegayotgan besimli qamchi zarbasiga hech ovoz chiqarmadi. Chunki bu tabiat qonuni edi. Ya'ni o'liklarning ovozi chiqmasdi. Bir uzun obletga qarab turdim. Uning esilib turgan jasadida ham isi zodalik ko'rinib turadi. Bor ovozim bilan vaqiradim. Ko'rishgich aman bo'l oblet. U dunyodagi mukofotingni olg'ili borgan yerdagi kishilarga mening salomimni yetkaz dedim. Ularning urush navbati menga kelgani uchun bir necha soat meni qamchi bilan qattiq urishdi. Ular meni uraverib, hushimdan ketibdiman. Kamerg'imi qandoq kelganimni bilmayman. Men kamerda hushsiz holatda bir necha kun yotgandan keyin hushimga kelganimda qo'l putim u yoqda tursin, bir tal barmoqimni medirlata olmadim. Butun vujudimdagi og'riq bir necha haftagacha ketmadi. Ozroq o'zimga kelganda birinchi bo'lib xiyolimga kelgan narsa turg'un bo'ldi. Acaba u soqchilar meni shuncha qattiq urayotganda menga qarab turganmidi?
Bularni bilishga shunchalik qiziqatdimki, buning uchun barimni berishga tayyor edim. Barimni nimammi bor edi mening? Ko'zlarim kamerdagi Salima gulni izladi, ammo uni ko'ra olmadim. Chunki men boshqa kamerda ekanman. Agar Salima gulni tashqarida yoki yo'lda uchratib qolsam, uningdan so'rab dunyoning odamlari ayol kishiga bunday qilinmaydi deydigan qiyin qistoqning zodi qandoq ekanligini bilib olmoqchi edim. Keyin xiyolimga oblat keldi. U aytgan gaplarni tiz-tiz ichimda takrorladim. Allah o'ziga ibodat qilib solih amal qilgan bandalarni oliy maqomdagi jannatlarga kirgizaman dedi degan edi. U ketdi. U bu dunyodan ketdi. Balkim u yerda ajrini oldi deb xiyol qilar edim. Xiyolim tasavvur qila oladigan darajada ostidan ustanlar eqib turadigan jannat bog'chilarini har birisining cho'ngligi dunyoning kengligichilik deb o'yladim. Ammo u yer men o'ylagandan boshqacha bo'lishi aniq. 20 yildan beri bu turmalarda o'zim tunigan nurg'unlagan insonlarni yo'qotdim. Men ularning nurg'unlarini yaxshi ko'rdim. Ammo ularning hammasi o'ldirildi. 1 kishi, 2 kishi, 5 kishi, 30 kishi. Ondan ko'p kishilarni sanay olmayman. Buningga yurkim chiday olmaydi. Yuzlab insonlar ko'z oldimda o'lib ketdi. Begunoh o'ldirgan shu kishilarni ey Alloh taolo o'z rahmatingga olg'aysan. Ularning hammasi qiyin qistoqlarga bardoshlik bera olmay jon bergan edi. Ah, Turg'un, meni tirik qo'yib ko'ydiryapsan. Bu yetmagandek oldimda ko'p paydo bo'lasan. Her kuni chidash qiyin bo'lgan bu azobdan to'lg'inib azoblanar edim. Keyin bir oydak uning bilan uchrashib qolmadim. Bu kamerdan o'zimga yangi do'st topdim. U imom emas edi, ammo u o'qituvchi ekan. Qamoqxonada begunoh yetayotgan nihoyat ko'p imom va o'qituvchilar bor edi. Men bu kunlarda namozimni tashlamasdan o'qiyotgan edim. Ham bu yerda namozni yurib o'qishga hojat yo'q edi. Chunki Turg'un buyruq berib biz ibodatlarga aralashmaymiz degan edi. Amaliyotda bu ishning so'zlariga ishonmayman. Kunni ko'rayotgan azobdan yurgim pari edi. Tartgan azoblarimning yaralarini sizga aytib bera olmayman. Lekin Turg'un qanotgan yaraning cho'nqurligi va og'riqi hech narsaga o'xshamaydi. Ey Allohim, meni qutqaz. Ey Allohim, bu yaraliq ko'nglimga o'zing shifo bergin. Endi yaramni qayta cho'nqurlashtirmag'in deb doim duo qilar edim. Bir kuni kamerda namoz o'qiyotgan edim. Bir cho'ng dadash orqamdagi bo'sh o'rinda yotgan ekan. Tuyuqsiz Turg'unning bu bo'lguncha yana namoz o'qiyotamdi degan ovozini anglab qoldim. U keyin yedindikilarga buyruq berib, sizlar chiqib turinglar. Bu bo'lguncha bilan yolg'iz qolmoqchiman. Eshikni ham yopib qo'yinglar dedi. Yeliqqa qeri buvaydan boshqa hamma odam chiqib ketdi. U kirgandan keyin namozda elishib, eng oz bo'lganda sura Fatihaning yarimigacha 10 qatim o'qidi. Chunki davomini unutib qoldim-mu, ig'zimga kelmay, yana 5dan boshlab qayta o'qidi. Put-qo'lim titrashga boshladi. Shu kuni insonning xususiyatlaridan yana birini his qildim. Har bir masalaning yoki hayajonning o'ziga xos titrash shakli bo'lar ekan. U asta yenimga yaqinlashdi va mo'ramga qaltikini takuzdi. Balkim u qo'lidir. Xiyolimda uning qaltak bilan meni urishini kutyapman. Hatto saydiga borganimda puti bilan tepib urishini kutdim. Lekin u meni hech narsa qilmadi. U orqamga o'tdi. Ikkinchi rak'atga qiyomga turganimda nima qilishimni unutib qoldim. Nima qilishimni, nima o'qishimni bilmay faqatla qiyomda turdim. Ishinish qiyin bo'lgan narsa shuki, lekin ishinglar qarindoshlar. Hatto men bismillah deyishni unutib qolgan edim. Keyin qilayotgan ishimni aslab namozimni davom qildim. Bu holatda ko'zlarimdan ixtiyorsiz bulduqlab yoshlar oqar edi. Men shu holatda namozimni o'qiyotdim. U hali ham orqamda meni kutib turardi. Ammo men xiyolimda uningga yenimdan ketsangchi Allohning balasi, yo'qol, ket yenimdan, seni ko'rishning o'rniga o'lishni ma'qul ko'raman der edim. Oxirgi rak'atning sajdasini qildim. Hatto tashahhud duosiga o'ltirdim. Bu vaqtda u kamerdan chiqib ketdi. Tizlarimda kuch qolmagan edi. Sajdaga beshimni qo'yib yig'lagan holda bir necha minut sajdada turdim.
Men secdege beşimni qo'yib yig'layotganda mo'ramga kimningdir bir qo'li tekkinini sezdim. Beşimni ko'tarib uningga qaradim. Bizning kamerdagi yoshga eng cho'ng buvay ekan. Buvay ko'zlarimga qarab so'radi. Nimishqa yig'laysan? Bu savolni anglab o'zimni dunyodagi eng baxtli odam deb his qildim. Ah, nima degan baxtliman. Eng vahshiyona zulmlar ichidagi bu zindonda mendan nimishqa yig'laysan deb so'raydigan odam bor ekan. Bu men uchun eng cho'ng baxt. Lekin nimishqa yig'laysan degan savolni so'ralmaydigan kishilarmi bor? Ham buning nimaligini shundoq ahvolga tushmaganlar bilmaydi. Ko'zlarimni uningdan elib qochib turib javob berdim. Uzr. Jenim bakla siqilib ketdi. Nihoyatda bak siqilib ketdim, bova, dedim. Bovay so'radi. U turma boshlig'i sening nima bo'ladi? Uning tuyuqsiz so'rgan bu savolidan huduqib ketdim. Hatto chiroyimga chiqib ketdi. Yolg'on gap qilish gohida azobdir. Ammo odam o'ziga o'zi zulm qilib yolg'on gap qiladi. Men huduqqan holda hech kim. Men uchun hech kim dedim. Buvay ajablangan holda, g'alati ishqi bu. Sen namoz o'qiyotganingda turma boshlig'i chochlaringni hidlab turib yig'ladi. To'g'risini aytsam, bu ishdan bakla hayron qoldim. U nima uchun yig'laydi? Sening chochlaringni nimishqa hidlaydi, dedi. Bularni anglab butun badanim titrab, beshim qayib ketdi. Tirik turib o'lish mushumu? Ey Allohim, yurgim pij qilib ko'ydi. Demak sen chochlarimni hidlading. Shundaqmi Turg'un? Mening jonijon akam. Demak senmi meni sevganding? Yuzimga qarashqa yuzing bo'lmagani uchun shundaq qilding. Sen pushaymon qildingmi Turg'un? Bu holing bilan meni qandoq balolarga giribtar qilganingni bildingmi? Meni hayot turg'izib o'tni ko'ydirding Turg'un. Afsus bu gaplarni anglamagan bo'lsam-chu. Secdege beshimni qo'yib qaytadan vaqirab yig'ladim. Mayli kim anglasa anglasin, menga farqi yo'q. İçimdeki o't bilan faryodim kuchayib ketdi. Turg'un, bilamsan shuni? Ko'yayotgan jigiringning davosi yanala o'z jigiringdan tepiladi. Kel dardimga darmon bo'l. Ey Turg'unim, rostilla pushaymandimi sen? Sen mendan ko'proq ko'yayotamsan Turg'un. Kommunizm senimi qiynashdi va menimi qiynashdi. Pushaymanmi sen? Ehsanchu jigirim, hammaga qaramay seni kechiraman. Mening qalbim so'nuqdir. So'nuq qalblar tizdan hammani kechiradi. Ödüney senden eysanchu, hamda yushuruncha chochlarimni hidlab ketmagin. Pushaymon qildim degin. Chochlarimni yushurmay hidligin. Menmi sening chochlaringni hidlay? Hech bo'lmasa shuni menga ravo ko'rgin Turg'un, deb atatdim. Shu holatda bir necha soat yig'ladim. Bu tuyg'uni aytib berolmayman. Yana bir narsani tushunib yetdimki, odam bolasi aytib berolmaydigan ko'plab tuyg'ular bor ekan. O'zimga kelolmay bir necha soat o'tib ketgan edi. Men soatga, kecha va kunduzga parvo qilmasdim. Shu topda aqlim joyida emas edi. Aqlimga o'zim ega bo'l, ey Allohim. Turib xiyolimga Turg'un kelaverdi. Demak, o chochlarimni hidladi. Ey Allohim, bu g'arib bandan endi nima qilsin? Nima qilay Allohim? Men o'zimni nima qilay? Bu dunyoda uningdan boshqa bir kimim qolmagan edi. Kommunizm hammasini mendan tortib oldi. Yalvuraman Allohim, Turg'unni menga qaytarib bergin. Uning qilganlarining hammasiga mayli. Agar u rostila pushaymon qilgan bo'lsa, uni kechiraman. Sen kechirgan bandangni men ham kechiraman ya Rabbim. Acaba talvalar ham menga o'xsharmikin? Hech narsani ko'rmayapman. Ovozlarni anglamayapman. Hayotligimning eng cho'ng isboti nafas elib chiqarayotganim edi. Shu paytda odamlar mening haqqimda nimalarni o'ylashyapti? Hech narsani bilmayman. Hech narsani o'ylamayotgan edim. O'zimning qanday ahvolda ekanligimni bilmasdim. Ko'p o'ylash, umid qilish bilan oradan bir necha kunlar o'tdi. Bir kuni tuyuqsiz meni sudga chaqirib, u yerga elib berishga soqchi keldi. Qamoqxonaning boshqarma bo'limiga bordik. U yerda kutib o'tirdim. Bu sud menga qayerdan chiqdi? Mahbuslarni nazorat qilish eshigi oldida boshqa mahbuslar bilan birga kutayotgan edim. Soqchilardan biri oldimga keldi. Seni boshliq chaqiryapti. Tezroq men uning yeniga kirasan dedi. Ey Allohim, bu tortgan azoblarim nima? Badanim yana muzlab ketgan edi. Hatto badanim dir titrar edi. Quloqlarim hech narsani anglamas bo'lib, ichimdagi tuyg'ular meni saron qilib qo'ydi deb o'ylaydim.
Demek maneviy qiynoq moddiy qiynoqdan bekroq ta'sir qilar ekan. Biror qiyin qistoq meni bu ahvolga tushirolmagan edi. Keyin astaha o'zimga keldim. Ismimni esladim. İsmim Kamil edi. Keyin boshqa narsalarni eslashga boshladim. Ammo o'zim qayerda edim, unisini bilmasdim. Tuyuqsiz soqchining ovozidan seskinib ketdim. "Qani tez bo'l Kamil, nimaga kelinlarga o'xshash noz qilasan?" dedi. Albatta noz qilish kelinlarning haqqidir. U ota-onasining uyini tashlab kelgan edi. Kuyovul ham biraylarning uyiga borsa, bir oz noz qiladi. Haqiqatan har insonda noz qilish bor. Nozlanish ba'zanda ehtiyojdir. Hatto odamlar suyganlariga ham noz qiladi. Xo'sh, undaqda men kimga noz qilaman? Kimga noz qilaman? Men soqchining keynidan tezroq menishga harakat qilsam ham, put-qo'llarim birdilla turg'un tarafidan chaqirilganligini his qilyotdi. Biz menvatdik, lekin qayerga? Buni bilmasdim. Hürmetli anlıqçılar, İslam Çakarları Gruppsi tayyorlagan tarixiy asarlardan davomli foydalanishni umid qilsanglar kanalımızga a'zo bo'linglar. İnşallah qiyin qistoq degan asar tugagandan keyin huzuringlarda bo'ladigan ko'p qismli tarixiy asar Tikanlik chambar